Koson shahrining eng gavjum ko'chalaridan biri bo'lgan eski Voyangamada 92-avtobaza yo'lidagi ushbu joyimiz sotiladi. Joyimizning fasad qismi 17 metr, ichkariga qarab 25 metr. Orientirda aniqroq tushuntiradigan bo'lsam, Xalq banki yo'nidagi ikkinchi uchastka. Keling, maydonimizni ko'rib chiqamiz. Xonadonimiz yon tomonidan eski Okean magazin bilan bir joyda joylashgan. Agar Okean magazin bilan bir xil qilib olinadigan bo'lsa, agar 12 metrga 17 metr magazin qilish uchun joy qoladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Ushbu joyimiz uchun egalari 77 ming dollar so'rashmoqda. Kelishadigan ozroqgina joy bor ekan. Aloqa raqamlarini pastda qoldiraman, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Ushbu mehnatimizni hisobga olgan holda like va podpiska bo'lsangiz degan umiddaman.